Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Sevimli futbol kanalida o'zbek futboliga oid eng so'nggi yangiliklar. Istanbul Başakşehirning o'zbekistonlik hujumchisi Eldor Shomurodovga Turkiyaning Fenerbahçe klubi qiziqish bildirmoqda. O'tgan mavsum chempionatni 2-o'rinda yakunlagan Fenerbahçe Shomurodovni hujumdagi raqobatni oshirish uchun ideal variant sifatida ko'rmoqda. Bu haqida Fotomak nashri xabar berdi. Shuningdek, Eldorga Turkiyaning boshqa bir jamoasi Trabzonspor hamda Saudiya Arabistoni klublaridan moliyaviy jihatdan juda manfaatli takliflar borligi aytilmoqda. Hamyurtimiz yakunlangan mavsumda 22 ta gol va 5 ta assist qayd etgan holda Turkiya Superligasining eng yaxshi to'pilariga aylangan. O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi Behruz Karimov tez orada legionerga aylanishi mumkin. 18 yoshli Surxon klubi himoyachisiga bir qator Yevropaning top klublari qiziqish bildirmoqda. Nomi keltirilmagan Angliyaning 2 ta, Germaniya va Fransiyaning bittadan klublari skautlari Behruzni Portugaliyaga qarshi uchrashuvni bevosita stadiondan tomosha qilgan. Eslatib o'tamiz, Behruz Karimov davom etayotgan jahon chempionatida terma jamoamiz safida har ikki bahsda asosiy tarkibda maydonga tushdi. Neftchi bosh murabbiyi Islom Ismoilov murabbiylar shtabida o'zgarishlar yuz bermoqda. Argentina futbol maktabi vakili, tajribali mutaxassis Juan Cruz Gil endilikda Neftchi jamoasi murabbiylar shtabiga qo'shildi va jamoa bosh murabbiyi Islombek Ismoilovga yordamchi sifatida faoliyat olib boradi. U jamoaning mashg'ulot jarayonlari, taktik tayyorgarlik, futbolchilarning individual rivojlanishi hamda analitik ishlarda bosh murabbiyga yaqindan yordam beradi. Kongo Demokratik Respublikasi terma jamoasi bosh murabbiyi Sebastian de Sabre O'zbekistonga qarshi bo'lajak uchrashuvda tavakkal qilishini va faqat g'alaba uchun o'ynashini aytdi. Bu haqida u Kolumbiyaga qarshi o'yindan so'ng matbuot anjumanida so'z ochdi. O'zbekistonga qarshi o'yin oson bo'lmaydi, chunki ular yaxshi himoyalanadi. Ammo biz bor kuchimizni sarflaymiz. Hozir dam olishimiz va kuch to'plashimiz kerak. Bu uchrashuvda tavakkal qilishimizga to'g'ri keladi. Chunki durang bizni qanoatlantirmaydi. 3-tur mutlaqo boshqacha yondashuvni talab qiladigan o'yin bo'ladi. Dastlabki 2 ta o'yinga qaraganda ko'proq tavakkal qilishimizga to'g'ri keladi, dedi u. Shuningdek, murabbiy Kolumbiyaga qarshi uchrashuvdagi mag'lubiyat haqida ham o'z fikrlarini bildirgan. Biz bu mag'lubiyatni qabul qilishimiz, boshimizni baland tutishimiz va imkon qadar tezroq kurashga qaytishimiz kerak. Albatta durang qayd etish yaxshi bo'lardi, ammo Kolumbiya kuchliroq jamoa bo'lganini tan olish lozim. Ular to'pni juda yaxshi nazorat qildi. Biz esa o'yinga kechroq qo'shildik. Ikkinchi bo'limda yaxshiroq harakat qildik. Ammo bu futbol. Nima bo'lganini tahlil qilib, oldinga qarashimiz kerak, degan de Sabre.